Assalomu alaykum hammaga. Toshkentda poytaxtda biz aholisi bugun safarimiz boshlanadi. Toshkent ancha o'zgargan. Ancha o'zgargan, chiroyli. Toshkent avtovokzalidan xalqaro yo'nalishda ham reyslar bor. Bu Olma-ota, Moskva, Kazan, Qirg'iziston, Bishkek. Xudo xohlasa safarimiz Bishkek tomon bo'ladi. Shunaqa. Oldinda 10-12 soatlik yo'l turibdi. Bishkek. 17-yo'lga o'tishlarini so'raymiz. 17-yo'l. Mana shu peronida O'zbekistonni hamma o'sha viloyatlari respublikamiz bo'yicha Toshkent Samarqand yo'nalishi bo'yicha Bishkekda avtobus. Bishkekda avtobus. Qozog'istonda to'xtab, Shimkentdan o'tib, Shimkentdan yonida o'sha avtobuslar 1,5 soat parkovka qilib, mana shu yerda ovqatlarni hammasini yeyishadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qirg'izistonga keldik. Qozog'iston ular bilmayman o'zlarini kim deb o'ylaydi, lekin 2,5 soat sekin olib o'tdi. Bu narsa aviatsiya xizmatida ham bor. Yoqimsiz xullas. Assalomu alaykum rahmatullohi. Keldik O'shga va Bishkekka to'g'ri, O'sh tubada. Bishkekda Bishkekni avtovokzali. Shunaqa ekan. Xayrli kun, 9-noyabr. Bugun Qirg'iziston, Qirg'iz Respublikasi poytaxti Bishkek shahrida biz. Milliy teatri. Havo juda ham yaxshi. Bishkekda birinchi marotabaman. O'ziga yarasha nima deydi? Kelishda qiyinchiliklar bo'ldi, lekin Allohga shukr kelib oldik. Bishkekning markazi sentri deydimi? Sentrdaman. Shunaqa binolar joylashgan. O'rtoqlar, Bishkekdan uzoqda joylashmagan yerda shunaqa bog' bor. Nima chiroyli joy, anaqa nima deydi? Go'zal. Chiroyli, ha? Mana bu Qirg'izistonning sentrida bo'lgan park. Bishkek shu o'z Qirg'izistonga hamma shu shahar uchun emas, tabiati uchun ko'p kelishadi. Sababi tabiat haqiqatda juda chiroyli. Ayniqsa bu Bishkekda Jipek yo'li degan prospektda. Hop, yana bir bor xayrli kun. Turkiyaning Istanbul shahridan deb aytish mumkin. Yo'q, afsuski bu Turkiya emas. Qirg'iziston poytaxti Bishkek. Bishkek shahrida Turkiya Jumhuriyati tomonidan hadya sifatida qurib berilgan ikkita shunaqa Me'mor Sinan stilidagi jome masjidi bor. Me'mor Sinan kim? Bu Sulaymoniya podshohligini, Usmoniylarni eng mashhur va eng tajribali bo'lgan me'mori bo'lgan. Shunaqa shu jomiga ziyoratga keldik. Inshaalloh ketkazganiga shukr. Bir zum Istanbulga borganday bo'ldim.
to'g'risi. Juda go'zal. Xuddi o'sha Sulaymon masjidi. Turkiyadagi deyarli hamma masjidlar bir xil, sababi o'sha Me'mor Sinanni stilida qurilgan. Sulaymoniy jomisi andoza sifatida olingan va mana hamma yerda shunaqa, Qirg'izistonda ham xuddi shunday. Turkiya vaybi deydi-ku. Ajoyib, chiroyli. Chiroyli. Qirg'iziston Bishkekni sentri. Poytaxt Bishkekni asosiy maydonlaridan biri hisoblanadi. Bosh Alatow shunaqa deb atalar ekan bu yer. Bishkekni sentri, maydon Alatow. Bu rasmiy binolar. Bu bularni milliy kimdir? Bayrog'i va orqadagi bino tarix muzeyi ekan, Qirg'iziston tarix muzeyi. Juda maqtashadi. Aynan shu tarix muzeyida qiziq, lekin hozir bunaqa muzeylarga qiziqish kamayib boryapti. Mana O'zbekistonda hozir qurilgan, yaqin ochilishi kutilayotgan o'sha Islom sivilizatsiya markazi, o'sha 3D animatsiyalar, 8D animatsiyalarga boy qilib, qiziqarli va jonli qilib, iskustunniy intellektni ishlatgan holatda qilingani qiziqarliroq va hozirgi yoshlarni nima deydi, jalb qila oladi. Qirg'iziston Bishkek shahri. Bishkek shu ba'zi bir joylarni aytmaganda, lekin ko'p yerlar o'sha menga Rossiyaning kichik bir shaharlarini eslatdi. Endi nima deydi, rivojlanib takomillashib borayotgan shaharlardan biri, lekin bitta narsa, Qirg'iziston fuqarolariga juda ko'p mamlakatlarga imtiyozlar bor. Aholisi kamligi sifatida yoki boshqa o'ziga yarasha nima deydi, sabablari borda. Keyin bitta ahamiyatli jihati, Bishkekda ko'p davlatlarning elchixonalari mavjud. Masalan, Yevropaga chiqishda ham Qirg'iziston boshqa Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan tezroq, ko'proq chiqadi. Sababi bu yerda Yevropa ittifoqini o'zini nima deydi, vakilligi, konsuli bor. Ko'plab qo'llab-quvvatlaydi va ko'plab mana молодежный yoshlar forumlari Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikda ko'p mana shu Qirg'izistonda aynan Bishkekda o'tkazdiriladi. Bishkek menimcha shu yozda yana ham chiroyli bo'lsa kerak, chunki daraxtlar o'sha yam-yashil gullagan, chiroyli holatda bo'lsa kerak. Yashillik ko'p, lekin ham tog' ham yaqinda. Bishkekdagi hukumat binolaridan biri, yana bir stili boshqacha. Mana qurilishi Tojikistonniki ham o'zi boshqacha. Ya'ni buni nimaga aytyapman? O'zbekistonnikini taqqoslashgan bo'lsak, O'zbekiston nimagadir davlat idoralari standart quriladi. O'sha to'rtburchak bo'ldi. Qanaqadir boshqacha qilinmaydi. Chunki baribir davlat idora, hukumat idoralari binolari shahar markazlariga yoki tuman markazlariga qilingani uchun diqqatga sazovor yerlarini qo'shilib ketadi. Shunga menimcha unga boshqacha sal ko'rk berilsa yana ham yaxshi bo'ladi. Qirg'izistonda Bishkekdagi Targ'ibot sentri. Xayrli tong edimi?
Bishkekning Manas aeroportidamiz. Aeroport hozir ta'mir ishlari ketyapti, kengaytiryapti aeroportni. Xudo xolisa O'shga inshaalloh uchamiz, Xudo xohlasa. Manas International Airport. Istanbulga, Moskvaga, O'shga to'g'ridan-to'g'ri juda ko'p reyslar bor, chunki yo'l 10 soat, poyezd yo'q. Makovka, Kırgızistan, Betwins, Istanbul, Manas, Bishkek aeroporti. Registratsiya boshlandi O'shga. Aeronomad degan anavi. Xayrli tong. Qirg'iziston Bishkek xalqaro aeroportidan Xudo xohlasa O'shga qarab uchamiz inshaalloh. Aeronomad Qirg'izistonning milliy aviakompaniyasi emas, bir kompaniyalardan biri xalqaro reyslarni amalga oshiradi. Qirg'izistonda shu bilan birga ko'plab low-cost kompaniyalar bor. Shulardan biri tezji. Bu ham juda tez va arzon shaharlararo xizmat qiladi. To'ydagi soat ham juftlikning asli joyida joylashgan. Agar uchoqni germetikasi buzilsa, avtomatik to'ydagi soat bo'tlardan bet qilib tushib, bir bet qilib O'sh aeroporti. O'shda aeroporti. Endi jasayaptimi? O'sh shahrida O'zbekistonda Do'stlik postiga boryapmiz, Xudo xolisa. Do'stlik postidan o'tamiz O'zbekistonning Andijon viloyatiga. 7:24 soat ishlar ekan. Qulay. Hozir ko'ramiz qanchalik tez bo'ladi. Andijonda Do'stlik postida shunga chiqqanda hamma yoqda mana shunaqa торговый центр tipa hamma narsa sotiladi. Welcome to Uzbekistan. Bozoringizni qilasizda, granitsani yog'iga o'tasiz bo'ldi. Tamam. Vokzal